Motor mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinani generatorni qilib beramiz. Keyin motorni yatsaklarni ozgina ketgan simlarni alishtirib, pampdan paratga qilib akkuratni qilib to'g'irlab beramiz. Hozir boshqa generator qo'yib beramiz. Mana o'zlarining generatorlari yaxshi zaryadga bermayapti. Bularga boshqa haqiqiy rossiyskiy original generatorlar qo'yib beramiz. Xudo xolisa ishlayapti. Bir ikkita mayda-chuyda ishlari bor ekan. O'shalarni to'g'irlab, rollarini alishtirib, qarab beramiz. Hammasini akkuratni qilib mana ketgan simlarni alishtirib, mana dona qilib, shumzalatsali izolentadan qilingan odam minski lemalaringizdan to'g'irlaymiz. Mana farani relesi, starter relesi, generator zaryadga relesi, universal relesi mana. Ishlayapti xudo xolisa. Nimalarni alishtiryapti, mana boshqa kelema qo'yilyapti simlari bilan. Bemalol qo'shishingiz mumkin. Hammasini cho'tki qilib, ideal qilib xudo xolisa masalani ham tozalab qotiramiz. Ishlayapti. Mashina zavat bo'ldi, xudo xolisa. Yaxshi. Motor zaryadga beryapti. Tayyor qilingan Nissan starter bo'ladi. U starterdan ancha kichkina bo'ladi. Mana shuni qo'yib beramiz xudo xolisa. Nissanniki bo'ladi, devonik. Mo'yka qilib beramiz xudo xolisa. Tekinga yuvib beramiz. Faqat sharti bizda ponni remont qildirsanglar, mashinanglar motorini tekinga tayyor bo'ldi. Buni bemalol ko'rishingiz mumkin. Motorni yatsakligicha akkuratni qilib tozalab cho'tki qilib ishlatib qo'ydik. Ularga starter ham qo'yib berdik, generatorlargacha qo'yib berdik mana. Mashinamizga kalit yoqamiz. Bitta zavat bor xudo xolisa. Dvornilar mali оборотlar mana suv tepaganlarga ishlayapti. Katta оборотlar ham ishlayapti mana. Tez оборот, mali ham ishlayapti mana. Signallarga ishlayapti xudo xolisa. Faralari, danni brijnilar yonib o'chyapti mana. Поворотlar yonib o'chyapti. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Faralar yonyapti. Zadnilar ishlayapti xudo xolisa mana. Pechkalari past оборот, katta оборотlarga ishlayapti. Mana zadni ko'ramiz xudo xolisa mana avariykalargacha yonib o'chyapti. Bu mashinamizda maytafonlarga ishlayapti xudo xolisa mana. Orqa fara, patfanni, tormoz, zadni faralariga ishlayapti xudo xolisa. Bemalol ko'rsatib o'tamiz. Mana holatini, mana oldingi holati bilan hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin motorlarni mana. Ketgan simlarni alishtirib, xudo xolisa full variant ishlatib qo'ydik. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, yetasizlar akkuratni sifatli qilib elektromontajni ponni full variant ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retro suratlarga jo'natib qo'yinglar.